أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. İslam əxlaqı namlıq proqramımızın 13-cü sani arqılıq sizlər bilən yeni görüşdük. Proqramımızın əziz mehmini Şərqi Türkistan Ulemalar Birliyi əzası Ustaz Abdullahat Hafiz, mən proqram riyasətçisi Abdullahat Ucat. Ustaz, proqramımızға vaxt çıxırğanlıqları üçün rəhmət, Allah razı olsun, qızğın qarşı alınız. Özünün rahmet, Allah razı olsun. Allah Teala bu programımızı başta özümüzge ve bu programını anlayan, köygen barlık kardeşlerimizge menfaatlik kılsın. Rahmet, hürmetli kardeşler, bugünkü programımızda İffet degen nime, İffet'nin İslam'daki ornu ve ehemmiyeti kaysıla, İffetlik buluşku tegişlik işla, ya ki İffet'nin türleri kaysıla, İffetlik bolgan kişi qandaq neticelerini qo'lga keltirdi, qandaq bolganda İffetni qo'lga keltirgili bo'ladi, qandaq qilganda yosh bolalarimizni İffetlik yetishtirgili bo'ladi degan temalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Hurmatli ustoz, undaqda programmamizni boshlasak, oldi bilan İffet degan nima? Bu haqida qisqacha tushuncha berib o'tsalar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizning dinimiz yaxshilik ve güzellik dini. Butkul yaxshi xislatlar, butkul güzel ahlaklar bu dinimizde toplangan. Dinimizden Allah Teala'dan kelgen hak din ekanliginin namayandisi, belgisi, muşu güzel ahlak prensiplerinin bu dinimizde toplanganlığı. Müminlerin Ali Cenab esil, sübetlik, güzel ahlaklık, gururluk, buluşunu köstüdüğün İffet İslam buyurgan en güzel ahlaklarının beşide keledi. Yani bu İffet degen nima desek, İffet degen pak buluş, özüne numusga koyduğun işlerden saklaş degenlik boludu. Biz hem de özümüzdeki tilimizde İffet numus deb, numus bilan qo'shib ishlatamiz. İffet numus deymiz, sharma hayo deymiz. Bu İffet numus degan vaqtimizda darhol aqlimizga kelgan narsa insonni zinodan, fohishadan saqlaydigan ish, shundan saqlanishni İffet deymiz degan aqlimizga shu keladi. Lekin bu İffetninki bir qismi hamdir. İslam'da İffet texmi keng ma'noda ishlatiladi. O bo'lsa halol bo'lmaydigan, ya'ni qilish durust bo'lmaydigan, insonni hijolatga qo'ydigan, insonning yuzini tushiradigan har qanday ishdan saqlanish, tamaxo'rlikdan saqlanish deganlik bo'ladi. İslam istilahida bu iffetlik buluş. İffetlik buluş insonninki tabiatida, fitratida bor narsa. Yani Allah Teala insonning fitratida bunu yaratgan. Lekin hamda insonlar nafsining, shaytonning kayniga kirib bu tuyg'usini jiq vaqtida yo'g'ilib qoladi. Şuna İslam'da bunu alayda buyuruş arkalık insanın ki Allah Teala insanda koygan muşu İffetlik buluş tabiatini canlandırışka buyurgan. Hem de bir yerde İffetlik buluş insanın tabiatida, fitratida bor deganimizdan ki ikki hikmeti var. Hoş. Birincisi bu İffetlik buluşqa buyurgan
kişinin Allah bo'lganligi, Allah Taala insanın qandaq yaxshi yaşaşı, qandaq güzel hayat keçirişi üçün yaratganlıqını, bunu şunun için buyurganlıqını gösterdi. İkincisi bu iffetlik buluş bir insanga qiyin iş emas. Çünkü insanın tabiatida, vücudida mevcut bir narsa. Hoş. Digerlikni köksüdür. Demek yani bu bizim dinimizde iffetlik buluş, muşundaq kişilerini aşında başkalarının aldıda hicaretki kaldığan, numusku kaldığan, eyiplenediğin işlerden özünü üstün tutuş, saklaş degenlik bolu demdi. Hoş das, Allah razı olsun. Hem de bu özleri yukarıda dep ötle, biz Uygurlarda hususen iffetlik dese şu bazı naşayan, zina haram bu işlerden saklangan adamlara iffetlik adam dep qaraymiz. Ama aslında bununki nimeleri, sahaları köptürler. Undaqda ustaz bu iffetlik buluşunun İslam'daki orne ve ehemmiyeti qaysılar? Bu haqda bir kısaca düşündürüp östüler. Yaxşı. İffetlik buluş yukarıda mı dedik? İslam buyurgan güzel ahlaklarının en yukarısı dep. İffetlik buluş İslam'da en güzel, en yüksek ahlak, en mühim ve mümin erlerinin, mümin ayallarının zinneti. Onun müminlikinin, imanının güçlüklerinin alameti. Hoş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir nece ayette bu iffetlik buluşka buyuruyordu. Mesela elip etsek, Estağfirullah, لِلْفُقَرَاءِ الَّذ۪ينَ اُحْسِرُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ دَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ deydi. Yani Allah Teala'nın yolu da cihatlık olsun, ya ki mesela balı okutuş, Müslümanların ki hizmetini kılış, diyen okşaş, muşu hizmetlerini kılman dep, özünün ki turmuşu için işleyelmegen, bu dünyalık için iş kılanmagan, şu cihatın kembegal bulap kagalı vardı. Muşula bula, La yastati'una derben fil degeni şu yeryüzüde hareket kılıp, menep ticaret kılıp ya işlep kılanmaydı. Çünkü onu kılsa hizmet kılıp kalır. Allah yolunda hizmet kılış için bu turmuş için işleşini terk etken şu hizmette turgan kişiler bula hem de işlemegenlikin fakir olurdu, kembegal olurdu. Bulanın ne bilmegenler, bulanın ahvalını bilmegenler yahsabuhumul cahilu agniya. Bulanın ahvalını bilmegenler bay naiti dep oylaydı. Nimişka? Minet taaffuf. Çünkü ola bek iffetlik. İffetlik boğallık için kişilerin özünün naiti kembegal kökstöp, kişilerin bir narsa tilap, bana yardım kılınla dep müda kılmaydı. Hoş. Şunun için kişiler buna bay dep oylap kaldı. Ta'rifuhum bisimahum. Sen ona onların simasıdın, onların ki ahvalıdın bilerleysen. Çünkü o turmuşuna kamdaytıkan başka iş kılmagan diken onların ahvalının kandaklıkını onların simasıdın bilerleysen. La yes'alunan nâse ilhâfâ kişilerden bir narsini naiti bekimde yalvarıp sorap vay ben kembegalap kettim o bu da demeydi. Allah için
sizlar qanday bir narsani infaq qilsanglar, nafqa qilsanglar, Alloh taolo uni biladi deydi. Hamda shu oyatda yuqorida dedik, iffatli bo'lish degan faqat shu nashayan ishlardan, zina fahishadan saqlanishgan emas. Mana shunday kishilardan bir narsa tilash, kishilarga o'zini bunday kambag'al ko'ksutish degandimi, o'zini ustun tutish, ya'ni bundan iffatli bo'lish. Bunday kishilarga yordam qilish kerak. Bu boshqa bilmaydigan jahil odamlar buni boy deb o'ylab qolsa-mu, ma yurtdagi cho'nglar bunday kishilarning ahvolidan xabar etish kerak. Ikkinchi oyat. Bu Baqaraning 273-oyati edi. Yine Allah Teala deydi: "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ve yahfazu furucahum." Mümin erlerge digin deydi. Ey Resulüm, mümin erlerge digin. Ular gözlerine haramdan yumsun. Yani namahrem ayallara, haram işlara karamasın. Ve yahfazu furucahum ve evretlerini saklasın. Zalike azkalahum. Şunda kılış ular üçün naiti paklık. Yani özünü saklaş üçün en mühim. İnnallaha habirun bima yasnaun. Allah sizlerin kılvatkan işlerini, nimi kılgınlardan haberdar. Yine ve kullil mu'minati, mümin ayallarga mı degen, yagdudna min absarihinna, ular mı özlerinin gözlerine haramdan yumsun ve yahfazna furucahunna, evlatlarını saklasın ve la yubdina zinetahunna illa ma zahara minha, zinnetlerinden fakat aşkara bulup kaldığanlarından başka zinnetlerini aşkara kılmasın. Bu hem de şu iffatının bir kısmı. Yani insanı ahlaki bozukçulukka hep bardığan, insanı şunda zina fahişlik hep bardığan yol. Bunundan iffatlik buluş. Bununki birinci yolu neme? Gözünü yumuş. Yani karaş bu namahremlerge ve başka haram işlere karıgandikin, bunundan o nefs onu arzu kılıdı. Şunun bilen onun düşüp kılış ihtimali güçlük buludu. Şu an Allah Teala baştan işine baştan tosap mümin erlamı gözünü yumsun, mümin ayallamı gözünü yumsun. Yani mümin ayallamı erlerge karamasın diyengen. Bunu iffatli buluşka buyurgan ayet. Bu ayet Sure Nur'un 30. ayeti. Yine Sure Nur'un 33. ayeti de وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Öğlenişke, toy kılışka imkaniyet tapanmayan kişiler, erler ve ayarlar. İffetlik bulsun. İffetlik buluşka perişsin. Hatta ki Allah Teala olanı öz fazlı keremi bilen bir imkaniyet yaratıp biridir. O çağda nikahlanıp öğlenelerdi. Şunun için iffetini saklasın, iffetlik bulsun deydi. Yine Sure Nur'un yine 60. ayette de وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Hem de ayallardan yeşil çoğulap kalkan, onu öğlenediğen, nikahlandığı üçün birisi istep ketmeydiğen, bundak yaşanğan ayallar, bunlar bazı kiyim keçeklerini yaş ayallara okşaş kiyinmesi mi, biraz addirak kiyinmesi mi buludu. Bazı zinnetlerini açmayan halette deydi. Şunu ona koyan ruhsat,
endi o yeşi çoğ olgandan bir qarğan erlerning onunğa nafsi nima qilib qoldigan, istab qoldigan bir yoshda bo'lmagandan keyin biraz ba'zi kiyim-kechaklarda oddiyroq bo'lib qolsa ruxsat. Lekin yine Allah Teala aytadi va ayyastafifna. Shuninglik bilan yine ular iffatlarini saqlasa, iffatlik bo'lsa, yine aşu xuddi yoshlar o'zini saqlasa, xayrullahunna ular uchun texim yaxshi. Allah Teala hammani anglab turuvchi, hammani ko'rib turuvchi deydi. Bu oyatlarda birinchidan iffatlik bo'lishningki islomdagi qanday muhim ekanligini anlatadi. İkincisi iffatlik bo'lishningki jamiyatdagi ehmiyetini, yani cemiyette erler, ayollar talağı çıkıdı, özünki ihtiyaçlarını kamdaş için yollarda vardı, işi vardı, kilidi hemdi. Bu etrafta erler, ayollar birbirini gördü. Bu cereyanda erler mi, ayollar mı özünün iffetini saklap, güzel ahlakını saklap, birbiriga bo'lgan qarindoshlik darajasida bir hayotini yaxshi o'tkazishning eng muhim yo'li mushu iffatlik bo'lish. Ya'ni ko'zini haromdan yig'ish va aynı zamanda kishilarning diqqatini chekadigan bu erlerge mi, ayollarga mı? Ayollar mı, erlerinin dikkatini özüge tartıdığan, kiyim-kechaklarni kiyip ko'chaga chiqmaslik ve shunday yo'lda ketib qolgan odamlarga chiroyli ko'rinadigan zibu zinnatlarni oshkora qilmaslik. Erlar mi, ayollarning diqqatini o'ziga tortadigan Mandak kiyim-kechaklarni kiyib, tar kiyimlarni kiyib ko'chaga chiqmaslik degan gap. Nimishqa bu birinchi jihatdan oilani buzadi. Xo'sh. Ko'chada shunday zibu zinnatlarini, upa anglaklarini, atirlarni chechib chiqqan ayollarni ko'rgan erlar bununla bir qatım qaraydı, iki qatım qaraydı, onundaki şeytan var, nefs var. Onun ulan ayallı gözü çaylık görünüp, özünün öydeki xotuna sat görünüp kaldı. Ayallar mı şundak? Ayallar mı o koçudaylık, şundak çaylık erlerini körüp, onun qarab, onun kiyim-kechaklarga, şununla bununla nima qilgandan o çaylık görünüp, özünün iri sat görünüp kaldı. Şunun olan bu ikisinin xotinning o'rtasida nima bo'ldi? Bir soğukluk, birbirini yaxshi ko'rmaslik paydo bo'ldi. Bunun olan jidal majra paydo bo'ldi. Fitna fasod paydo bo'ldi. Nimada jamiyatda shunday buzuqchiliklar yo'l ochildi. Şunun için Allah Teala bu iffetlik buluşunu buyurgan. İffetlik buluş Müslümanlarınki hakiki müminlikinin alameti ve cemiyetini salih, yaxshi bir cemiyet halinde tutup duruşunki birinci yolu. Rahmat Ustaz, yuqoridagi nimalardan hamda qon so'zlardan asoslikda üç noktaga merkez qilgan bo'ldilar. Birinchisi bu iffatlik bo'lish, ya'ni mu'minlarning sifati. Shuni bilan birga, ya'ni bu iffatli kishilarningki ehtiyoj bo'lmaganda, haqiqiy ehtiyoji bo'lmaganda boshqalardan bir narsa so'ramaydiganligi. Shuni bilan birga ikkinchisi nomahramlarga qaramaydiganligi, nomahramdan ko'zni yumadiganligi. Üçüncüsü kiyim-kechakda, o'tirib qopashda, ya'ni erlar bo'lsa ayollarning diqqatini tortmaydigan, ayollarmi erlarning diqqatini tortmaydigan holatda
İslami ölçemde kiyim kiyişninki muhimligi. Bu yani nimeninki hem de bu iffetning ahmiyeti so'zlab o'tgan bo'ldi. Alloh razı olsun. Tuvanda bu iffetlik bo'lishga tegishli ishlar qaysi? Yani biz agar iffetlik bo'laylik desak, yani qaysi ishlarga diqqat qilish kerak? Ya buningki turlari qaysi, sohalari qaysi bu vaqtda bir qisqacha tushuntirib bersalar. Hoş, hamda yuqorida biraz oyatni sharhlatgan dedik. Hamda bir ikki deb desak, iffatlikning turlari, iffatlik bo'lishning yoki iffatlik bo'ladigan ishlarning birinchi yemek ichmakda iffatlik bo'lish. Yemek ichmakda iffatlik bo'lish deganimiz nima? Topgan pul melimizni faqat halol yo'ldan tepish. Xo'sh. Haram ishlar orqali pul tepishdan saqlanish. Bu qandaq bu turlari jiqandi u haram ishlar. Va kishilarning haqqini yeyishdan saqlanish. Shunga o'xshash ishlar orqali o'zimizningki yemak ichmakimizni halol yeyish, bolavaqimizni halol tamoq bilan cho'ng qilish va ularninki haromdan saqlash kerak. Ikkinchisi badanning iffatlik bo'lishi. Xo'sh. Badanning iffatlik bo'lishi, ya'ni ko'zimizning iffatlik bo'lishi yuqorida deganga o'xshash, haromga qaramaslik, quloqimizning iffatlik bo'lishi, haram narsalarni, g'aybat shikoyatlarni, insonningki shahvatini qo'zg'aydigan, insonni ayndaq buzuqchilikqa, axloqsizlikqa da'vat qiladigan naqshlarni anglamaslik, qo'llarimizning iffatlik bo'lishi, ya'ni qo'limiz bilan haram ishlarni, yomon ishlarni qilmaslik, putimizning iffatlik bo'lishi, yomon yo'lga mangmaslik. Buni aqsdan avratlarimizni haromdan saqlash kerak endi. Bu oxirida ashaga apirdi. Bundan keyin nafs bu ishlarni endi qanday vujudga chiqaramiz? Buni programmamizning birinchi nimasida degan toq, buni nafsimizni tizginlash bilan. Barliq a'zolarimizni halal dairede, yani Allah Teala halal kılgan, caiz kılgan dairede işletiş bilen bu bedenimizdeki iffetini saklayalayımız, vücutku çıkaralayımız. Üçüncüsü tılның iffetlik buluşu. Tılның iffetlik buluşu dediğimiz bu insanın ki aşında şehvetini kozgaydıgan, insanı haramga qiziqtiradigan, hayasız gap so'zlarni qilmaslik, kishilarni tillamaslik, ayblamaslik, g'aybat shikoyat qilmaslik, gap to'shimaslik, kishilarga bo'xton chaplab qarshi chaplamaslik, kishilarni mansitmay zanglik qilmaslik, kamsitmaslik deganga o'xshash til bilan qilinadigan shu gunohlarni hammasidan tilimizni saqlashimiz bu tilning iffati, iffatlik bo'lish. To'rtinchisi kiyim-kechakning iffatlik bo'lishi. Endi buni yuqorida dedik. Xo'sh. Erlar, ayollar sharma hayoliq bo'lish, bir-birining diqqatini tortmaydigan kiyimlarni kiyish deb, bu muhim masaladir jamiyatda. Beshinchisi iqtisodda iffatlik bo'lish. Yani o halal yeyishdimi degan to'q. Yani iqtisodda iffatlik bo'lish deganimiz oyatdagi nimaga ishorat. Yani kishilarning qo'ldagi pul molga, boylikqa talbilmaslik, tamaxxurlik qilmaslik, Allohning berganiga qanoat qilish, Alloh taolaning rizqlarini belgilaydiganligiga ishonish bilan birga hojatini Allohdan tilash, kishilarga muhtoj bo'lgan taqdirdami tilamchilik qilmaslik,
qatorliq bu ishlar iqtisodimizdagi iffatlik bo'lishini ko'rsatdi. Abdullah ibn Umar raziyallohu anhu bundoq degan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni minbar ustida xutba o'qib o'tib, sadaqa va iffat to'g'riliq so'zladi deydi. Shuni so'zlab nim dedi? Al-yadul ulya xayrun min al-yadis sufla. Ustun yuqori qo'l tuvan qo'ldan yaxshi. Al-yadul ulya hiyal munfiqa val yadus sufla hiyas sa'ila. Bu ustun qo'l deganim Rasululloh o'zi sharhlaydi. Ustun qo'l deganimiz boshqalarga yordam qilgan, Alloh yo'lida sadaqa bergan, nafaqa qilgan, infaq qilgan qo'l. Tuvan qo'l deganimiz andaq boshqalardan yordam so'ragan, boshqalarga qo'lni tanglab tilamchilik qilgan bundaq qo'l. Bundaq qo'ldan berguchi qo'l afzal va yaxshi. Muttafaqun alayh. Bu Buxoriy va Muslimning hadisi. Mishadimi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz musulmonlarni böyle g'ururlik bo'lishga, musulmonlarga yarashadigan üstün darajada bo'lishga chaqirdi. Bundaqalikqa o'zini tuvanga tashlab, shundaq ojiz hech qanday haqninki baginiga qarab yashaydigan bunda bo'lish bu musulmonga yarashmaydigan, mu'minning izzatiga, islomning izzatiga daxl yetkazadigan ish. Yine Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydi: "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqalloha ta'ala va laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Yani sizlarning biringlar mushundaq tilamchilik qilib kishilarning binasini tilab o'tab o'lguncha shuni davomlashsa va qiyomat kuni Alloh taolaning oldiga borgan chog'da uning yuzida hech qanday bir tishlam go'shtni yo'q, shundaq hashr qilinib boradi deydi. Muttafaqun alayh. Buni Imom Buxoriy va Muslimning rivoyati. Yani bu ko'chalarda tilamchilik qilayotganlar, bu ishni kasb qilayotganlar, bular hammasi bu islomga zid, islomga udul kelmaydigan, musulmonga yarashmaydigan, ani bak ehtiyojli bo'lmaydigan bo'lsa, uni bir masalan yordam qilgan kishilar bor. Yordam qilgan masalan bu hozir Turkiyada bizning Uyg'urlarning Mavi ay degan ko'k ayma deganga o'xshash yordam qilgan o'rinlar bor. Shundaq yordam talab qilsa bo'ladi. Endi faqat yordam talab qilmang nima ochliqdan o'lang demaydi. Lekin musulmon Allohning dinining tamsilchisi bo'lish sifati bilan o'zini biraz ustun tutish kerak. Bundaq o'zini xorlab, bundaq xo'rliqqa nima qilish to'g'ri emas. Iffatninki qismlari qisqacha mushulardan iborat. Xo'sh, endi ustoz sizlar yuqorida asosan yana 4 turlik masalani o'tirib qo'ydilar. Halol yemak yeyishga diqqat qilish, og'iz quloqlarni yani bu nimadan harom gaplardan saqlash, ya'ni boshqalarning g'aybati o bu ishlardan. Shuning bilan birga kiyim-kechakda iffatlik bo'lish, oxirgi masala hamda iqtisodda iffatlik bo'lish. Ya'ni bu yemak-ichmakka olib boradigan masala. Men shu nuqtaga biroz diqqatni tortmoqchi. Hamda sizlar yuqorida o'tgandek, bizning bu Turkiyada hozir bir qancha jamiyatlar bor. Bular asosliqi boshqa jamiyatlardan kelgan yordamlarni yoki shaxslardan kelgan yordamlarni shu jamiyatlar masalan mani faqirga biring, mani yetimga biring, mani yoki ehtiyojli kishiga biring degan turlar bo'yincha kelgan yordamlarni, ya'ni bizning Uyg'ur qarindoshlarimizga, ehtiyojli kishilarga yetkazib beryotdi. Bu nihoyat yaxshi xizmat. Hammasidan Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Bazı kögen yoki biz yo'liqqan ba'zi masalalar bor. U bo'lsa-mu, hamda ba'zi ayol qarindoshlarimiz va xonimlarimiz va buningki qo'lida 2-3 bolasi va yoki birorta bolalari va yo yoshi cho'q ishlanmaydi. Bularning buni erishi haqli, chunki ishlash imkoniyati yo'q. Ammo yana bir qism ishlash imkoniyati borlar, ya'ni ayollardan bo'lsin, xususan erlardan bo'lsin, yoshlarning ichida mushundaq bir ishlash imkoniyati turib, yana mushundaq yordamlarga ko'nab qolgan ahvollar bor ekan. Hattoki masalan ehtiyojidan tashqari ishqilib nada nimasi shuni ilib biroz atrof o'zini masalan shu narsani yig'ib ko'nab qolganlarmi yo'q emaskan. Yani az sandanda. Bununla sizlar nima deylar masalan? Bundaq ahvol davom qilaversa, biz xususan Turkiyadagi Uyg'urlarga qanday ziyorlar kelib chiqadi? Buni qanday hal qilish kerak? Buning ziyini nima? Dindagi hukmi nima? Bunga qisqacha tushunchalarni berib o'tsalar, Alloh rozi bo'lsin. Bu şu ama şundaq qiliq inson oldi bilan nima qilish kerak? Ishlash lazım. O'ziningki turmushini ishlab buningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotida qilgan ishlari degan so'zlari, masalan bir kishi shundaqliqi masjidga kelib, men bundaqa imkoniyatim yo'q, yetgan ishlatgan narsam yo'q, menga yordam qilinglar deb kelgan chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni chaqirib, uyingda hechimang yo'qmi, nimang bor degandikin, shu bir koni bir palas bor uyda. Undan boshqa hech qanday narsam yo'q degandikin shuni aytadigan. Shuni aytgandan keyin uni jamoatga mani kim oladi degandan keyin bir sahoba ben uni bir tangaga olay dedi. Rasululloh kim uni 2 tangaga oladi degandan keyin endi u pulga olgan narsani olasam kona. Rasululloh degandan keyin boshqa bir sahoba ben 2 tangaga olay deb uni 2 tangaga oldi. Shuning bilan Rasululloh uningga 2 tangini uni setib, 2 tangini berib, ma bir tangiga bolalarga yemak olib bergan. Ammo bir tangiga bir dona palto olib kelgan dedi. Xo'sh. Rasululloh o kishi shunday qilib bir tangiga bolalarga yemak olib berib, bir tangiga palto olib kelgandan keyin Rasululloh o paltoni o'z qo'li bilan nimani dastini yasab, paltoni dastilab berib, endi sen mushu paltoni olib o'rmonga berib, o'tan tepib kelib, setib, turmushingni qanda 15 kungacha masjidga kelmagin dedi. Ya'ni namozni masjidda o'qiydim deb, endi o jiroqqa borgandan keyin o malni o'tan topqali. Deb buyurdi. Shuni bilan o kishi 15 kungacha shunday har kuni berib, o'tan terib, akilib, setib, shunday qilib keyin xili yaxshi bo'lib qopti holi. Kiyim o'ziga bir kiyim kiyib 15 kundan keyin kelgandan keyin Rasululloh qanday qoldi degandan keyin men shunday sil deganda har kuni o'tan akilib satdim. Ondan keyin shunday hozir yaxshilab qoldim, bir kiyim kechakmi olib keldim, bolalarimga bir narsa berdim degandan keyin Rasululloh kishilardan bir narsa so'rag'iningdan shunday o'z qo'ling bilan ishlab topqining, ishlab yegining sana eng haloli shu degan. Yana Davud alayhissalomninki shunday o'z qo'li bilan ishlab yeydiganligini zikr qilib, bu o'z qo'li bilan ishlab yeyishdan naydi bak haqiqiy halol narsa ekanligini, bu kishilardan bir narsa so'rab, kishilarning oldida yuzini tushirib, mundaqlik yordamga esilib yashashning to'g'ri emasligini bildirgan.
Yine bir katım bir sahabe bir neçe gün yo'qolib ketibdi. Ondan keyin kelib Rasululloh bilan kurashgandan keyin bu qo'li mundaqalıqqa nima bo'lib qolibdi ekan? Qota ana nima. Bu nima bo'ldi qo'lim bor degandan keyin ishlab qo'lim shundoq bo'lib ketdi degandan keyin aşağıda Rasululloh uning qo'lini ko'tarib turib hazi yadun yuhibbahallohu va rasuluhu degan. Yani bu qo'lni Allah ve Rasululloh yaxshi ko'rdi degan. Yani biz qanda u ish degandan keyin cho'ng kichik yo'q. Ba'zilar oddiy ishda ishlaganni yaratmaydigan. Bundan qilish durust emas. Har qancha oddiy ish bo'lsin-u, ishlab topgan bir tiyin, bir tanga bizga o'zimizningki peshonimizning tari bilan halol bo'ladi. U boshqalardan olgan yordam, boshqalarningki yordamiga muhtoj bo'lib, uningga ishlamay mundaq yashash bu musulmonninki musulmonligiga, mo'minligiga yarashmaydigan bir ish. Yine Rasulullah'nınki Hakim ibn Hizam'a degan gapi vardı hamda xato deb sanmaydi. Onu Buxoriyning hadisida shu bir narsa talab qilgan vaqtida ba'di deydi. Yine talab qildim, yine ba'di 3-chi qatim talab qilgan chog'imda bana buni sen izzat nafs bilan olsang sana halol bo'ladi. Buni mundaq qilib, bunga talmurab mundaq olsang yaxshi bo'lmaydi degan bir hadis. Ondan ki şunu degandan keyin Hakim ibn Hizam hayatı boyunca hiç kimden bir narsa almagan. Hatta Ömer radhiyallohu anhu xalifelik vaqtida g'animatdan taqsim qilib bergan chog'da almagan. Almagan ekan Ömer radhiyallohu anhu musulmonlarga shahid bo'langlar. Men ma'unga nima bersam, o'zining haqqini g'animatdan taqsim qilgan haqqini bersam, og'il unman degan. Mushundaq mu'min degan unda bo'lish kerak. Bu mundaqılık nima deymiz tirik tap bo'lib olish bu joiz to'g'ri emas. Xo'sh, Alloh razı olsun ustoz. Allah ilmini ziyoda qilsin. Amin. Kelayli bu yuqorida deb o'tgan yani isbatlik bo'lish va qanday qilganda sifatlik bo'lishdan iborat mushu sifatlarga ega bo'lgan kishilar bu yani qanday natijalarni qo'lga keltiradi. Buningki Alloh taoloning nazarida qiyomatda bu dunyoda erishadigan mukofotlari nima? Bu haqida qisqa tushuncha berib o'tsalar. İspatlik bo'lishninki natijalari, qo'lga keltirilgan natijalari birinchi yuqorida dedik. İspatlik bo'lish iymonning mevasi. Xo'sh. Allah Taolaga bo'lgan iymonimiz, aqidamiz, ixlosimiz, samimiyatimiz qanchalik kuchli bo'lsa, ispatimiz shunchalik bo'ladi. Qanchalik ispatlik bo'lsak, digil bo'ladi-ki, o kishining iymoni shunday kuchli ekan, digil bo'ladi. Ya'ni bu ispat iymonninki mevasi, iymonning kuchli bo'lganligining alomati. İkincisi, isbatlik bo'lish bilan Alloh taolo harom qilgan ishlardan o'zimizni saqlab qolgan bo'ladi. Xo'sh. Üçüncüsü, isbat bilan biz o'zimizningki nomusimizni saqlaymiz. O'zimizningki kishilarning oldidagi obro'yimizni, yuzimizni saqlaymiz. Xo'sh. Dördüncüsü, isbat bilan biz ahiratda Alloh taoloning katta ne'matiga erishimiz. İsbatlik bo'lgan kishiningki Alloh taoloning bitgan ne'matlari Allah üçün bo'lg'achqa nihoyatda katta mukofotlarga erishadi. Beshinchisi, isbat inson maqtanishga tegishli eng yuqori sharaf. Yani islomda maqtanish yaxshi ko'rilmaydi. Chunki o'zini maqtash
Ama iffet bilen maqtansa buludu yani. İffetlik, öz iffetlik buluş bilen. Altıncısı iffetlik kişinin duası icabet oldu. Allah Teala bu iffetlik olan kişilerin duası icabet oldu. Yettincisi iffet bilen cemiyet yukarıda degandek her türlü bozukçuluktan ve bozgunçuluktan saklanıp kaldı. Sekizincisi iffet umumlaşkan cemiyette bu salih cemiyet deb atıldı. Yaxşı cemiyet buludu. Bunun hem adam hatırcam özünün iffetiga, namusuga, obro'yiga bir daxl etishdan qo'rqmay hatırcam yaşaydı. Hoş. Dokuzuncusu iffetlik kişi kıyamet günü erşinin sayesinde sayda bulduğun kişi. Yani kıyamet günü hiç kandak yerde sahi olmaydı. Erşinin sayesinden başka. Gün neyse yakın kelgen yer bizde kızıp ketken hem adam şu aptapta şunda kapkagan halatta Allah Teala yatkın kişine erşinin sayesinde saydı tutu. Ulanın biri şu iffetlik boğan kişi. 10'uncusu iffetlik boğan kişi hatırcam, köngüllük yaşayalaydı ve akıl özünki iffetiga, namusuga bir başqanın çıkılışıdan endişe, xavf, endişe qilmaydı. Cemiyet tamamen iffetlik boğandan keyin mundaq yaxshi bir holat shakllanadi. Mana shunday foydalari bor iffetlik bo'lishninki natijasi. Hoş. Yana bu vaqtda bir hadisda Ebu Hureyre radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilganida yani iffetli kişi yani şu cennetke avval kirdigan 3 kişinin biri buldu degan hadis mübarken bunu Albani sahih deb Hasan hadis deb anlatgan. Bunu men qo'shib qo'ygim keldi. Yana birga şu iffetli kişilerge yani Allah Teala yordam qiladi degan hadis bu hadisning mazmuni. Albatta. Yuqori oyatda hatta yug'niyahumullohu min fadli. Yani Allah Teala öz fazlini behojat qiladi da. Xo'sh. Şu iffetlik bo'lganda yordam qilganninki dalili. Xo'sh. Allah razı olsun ustaz. Endi bu yani biz qandaq qilganda bu iffetlik bo'lishni iffetni qo'lga keltiramiz. Bu vaqtda qisqacha bir to'xtalib o'tishlar. Vaqtni bak uzatmasak yaxshi bo'ldi. Biz tez daylonda qolsa, iffetlikni qo'lga keltirishninki yo'llari hamda Allah Teala'ga bo'lgan iymonni kuchlantirish yuqorida deganga o'xshash. Ikkinchisi Allah Teala'ga ko'p duo qilish. Meni iffetlik bo'g'il nisb qilgan deb. Üçüncüsü nefsini paklash, nefsini her xil shunday arzu istaklarini tizginlash. Dördüncüsü Allah Teala'nınki bizni ko'rib turdiganligini, her ahvolimizni bilib turdiganligini, sözümüzni anglab turdiganligini her zaman eslab turish. Shunday qilsak iffetlik o'g'li oldu. Beşincisi nafli ro'zini ko'p tutish. Bu iffetlik bo'lishninki yo'llar Rasululloh o'rgatgan. Bular hammani hadis oyatlar bor hamda o'qib bo'lmaydi. Altıncısı Allah Teala'ga yakınlaştırdıgan nafli ibadatını köp kılış. Qanchaki Allah Teala'ga yakınlaşsak Allah Teala bizga iffetlik bo'lishga yordam qildi. Yettincisi shahvatni qo'zg'aydigan kino, naqsha, shunday narsalarni ko'rmaslik, internetda bunday narsalardan qochish. Sekizincisi gözünü namahramlarga qarashdan saqlash. Dokuzuncusu bad ahlak, bunda ahlaksız, iffetsiz kişiler bilan dost olmaslik. 10'uncusu kişilerden şunday bir narsa muhtaç bulmasını yoki nima qilsa kişilerden bir narsa tilashdan o'zini saqlashga tirishish. Mushu ishlar bilan iffetlik bo'g'ilib bo'ldi inshaalloh. Allah razı olsun ustaz. Bazı qarindoshlarimizningki program
mümkün kadar bir saatten uzak gelmese degan taklifleri oldu. Şuna pek Ha, etmeyle degan nimani deyishim. Bekçi qo'simi ko'p qolib kirib bo'lmaydi ekan. Mazmun chekib ha. takliflar oldu. Ha, mavzu cho'ng bo'lgandikan hamda shundoq kichkina. Endi ustoz eng oxirgi savol. Endi qanday qilganda bizningki bolalarimizni, avlodlarimizni iffetlik yetishtirgili bo'ladi. Bu haqda qisqacha tavsiyalarni bersizlar. Bolalarimizni iffetlik yetishtirish yaxshi jamiyat barpo qilishning eng muhim birinchi yo'li. Buning uchun birinchi ota-ona o'zlarimiz iffetlik bo'lish orqali bolalarimizga ulgu bo'lishimiz kerak. İkincisi iffetlik bo'lishdan qandoq bo'lganligini bolalarga o'rgatish lozim. Xo'sh. Üçüncüsü balalarınki iş hareketlerini kuzatib, ulardan iffetlik hareketlerini takdirlash lazım. Muşundaq yaxshi, muşun davamlaştırın deb. Dördüncüsü balalarına iffetlik bo'lishga qiziqtirish, targ'ib qilish, onunki fayda manfaatlarini so'zlab berish lazım. Beşincisi balalarını iffetga zid keladigan ishlardan agahlandirish. Agar ular bo'libmamdi mana sharma haya deganimizdan da bal 5-6 yoshga kirganmikan yavaş-yavaş o asta-asta o balada haya qilish tuyg'usi o'tirg'i chiqishga boshlaydi. Şu vaqtlarda şu balalarni kuzatib, shu hissiyotini, tuyg'usini texmi jonlantirishga tirishish kerak. En ahirda yine her qatim deganimizdek balalarimiz uchun Alloh taologa duo qilish. Ota-onaning duosi ijobat, balalarimizninki iffetlik, yaxshi bo'lish uchun her zaman duo qilsak Alloh taolo balalarimizga insof, tavfiq, hidoyat berib bu iffetlik o'g'li bo'ldi inshaalloh. Rahmat ustoz. Programmamizni mushada oxirlashtiraylik. Hurmatli qarindoshlar, bugungi islom axloqi nomli programmamiz mushada oxirlashdi. Yana inshaalloh kelarki sonlarda ko'rishimiz bilan hammalarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr, xo'sh, amal bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.